Assalomu alaykum Navoiy. Xo'p, azizlar, biz Yangi hayot domida turibmiz akalar. 5-etajdan sizlarga 2 xona, 3 xona qilingan bitta variantimizni ko'rsatmoqchiman akalar. Lokatsiyasini aytib o'taman. Shundoqqina 22-maktabning naprotivida joylashgan mana shunday uglovoy domimizdan 5-etaj, yana qaytaraman 2 xona, 3 xona qilingan. Akalar, bu tarafda bizda zalimiz, bu tarafda kuxnya, birinchi xona, ikkinchi xona hamda tashqi balkon, bu taraflarda esa bizda vanna, sanuzel hamda hojatxona. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqa bizda zalxonamiz, gilamlari mavjud. Akalar, bu xonadonimizda ko'rib turgan jamiki texnika jihozlar xonadonimizda o'zida qoladi. Ya'ni televizor, konditsioner, kirish mashinasi, xolodilnik, kuxnya, garnitur, hamma narsa xonadonimizda o'zida shundoqqina qoladi akalar. Kelinglar bo'lmasa ikkinchi va uchinchi xonasini ko'rsatib o'tdik. Kuxnyamiz akalar, mana shunaqa kuxnya garniturchalarda chiroyligina qilib turibdi. Azizlar, bu xonadonimiz duxkonturni kotel emas, shahar liniya, ya'ni polniy isitish sistemamiz shahar liniyaga ulangan. Duxkonturni kotel bilan adashtirmanglar akalar. Detskiy xonamiz, xohlasalar sizlar buni spalniyada qilib ishlatsalar ham bo'ladi, farqi yo'q. Kimga qani. Bu tarafda bizda balkonimiz mavjud. Balkonga chiqishdan oldin esa boya aytganimdek 3-xonamiz mana shunaqa qilingan. Bu ham zo'r turibdi. Esa bizda tashqi balkonimiz mavjud. Kelinglar akalar, bitta tashqi balkoniga ham chiqaylik. Sizlarda vid mana shunaqa ochiladi, ko'rib turibsizlar akalar. 22-maktabda ham ko'ryapsizlar akalar. Qanday, nima deyapti? Qaytaraman, 5-etaj, 2 xona, 3 xona qilingan, dokumentalniy hamma narsa. Narxiga kelsak 535 million so'm polniy ipoteka bo'ladi akalar. Xonadonimizni kimga qiziq bo'lsa, kelinglar, ko'ringlar, ustida bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Endi biz hojatxona hamda sanuzelni ko'rsak, bizda hojatxonamiz mana shunaqa ko'rinishda, yaxshi holatda turibdi. Ko'rib turibsizlar, bizda stralniy mashinkamiz ham mavjud. Aytaraman, 535 million so'm savdosi bor. Ipoteka ham bemalol chiqarsalar bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar. Navoiylar agentligi 24 sizlar bilan charchamanglar, sog' bo'linglar.